Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz aldan qatımlıq dersimizde qarindaşlar 4-nji meşhed tarixni okuş. Yani tekrarlap qo'yib, bu yerdagi tarix o'qish, tarix kitobni o'qishni ko'rsatmaydi. Tabiiyki uni o'ziga oladi, ammo tarixga qarab tarixning har bosqichlaridan bir darasalashni ko'rsatdi bu yerda. Ya'ni keng doiradagi tarixni o'qishni ko'rsatdi. Abdur oldingi darsimizda navbatdagi tarixga tutgan pozitsiyamizni bayon qildi. Bizdagi tarixga qarata tutayotgan passiv pozitsiyamizni. Ondan keyin navbatdagi ahvolimizni qanday qilganda ko'taraymiz, yuqoriga yuksaltiraymiz bu haqda gap boshlagan. Buning boshlanish nuqtasi deb kelib, buningdagi birinchi nuqta bu sohadagi xizmat qiluvchilar va tarix tadqiqoti deb ilgirgi darsda shu kelgan edik. Bugungi darsimiz 177-dars. Turuq tafkir al-qada, ya'ni liderlarninki, rahbarlarninki tafakkur qilish yo'llari deb gap boshlab, qani o'qib boqaylik qarindoshlar. Abdur bu haqda nimalarni deydi ko'rib boqaylik. نعود مرة أخرى لموضوع إعداد القادة عقليا في مجال التاريخ. يعني biz tekrar rahbarlarni tarix sohasida aqliy jihatdan hozirlashtirishga tekrar qaytamiz. Ya'ni burun bir qitim bu to'g'riliq gap o'tib ketgan. Rahbarlar bir ideya jihatdan tam bir hozirlik bo'lish kerak. Biz oldingi soatdan bek ta'kidladik bu nuqtani. Bizning bularmi shu Uyg'ur tariximizda yoki Turkiston tarixi deyli, Sharqiy Turkiston tarixi deyli. Xitoyga oldangan vaqtimiz o qadar ko'p, sanoqsiz ko'p. Bizning chegara shu Xitoy bilan chegara shu o'qishqa balkim necha ming yillik. Masalan, Chingizxonning tarixini o'qisanglar, uning oldidagi tarixini o'qisanglar, shu vaqtdan tortib bizning Xitoy bilan bir urushimiz tugagan millat emas endi. Ba'zida biz g'alaba qilib, ko'proq tarixning ko'proq qismlarida sadichin sepadi buning isboti. Yaqinqi 300 yilda endi biroz biz passiv holatga o'tdik. Xitoy aktiv holatga o'tganlik, to'qinishimiz ko'p. To'qinishlarningki men bilishimcha, xususan men o'qigan tarixlarda ko'p hollarda jang maydonlarida biz yengillik. Ammo suhbatga kelgan vaqtida. Chunki shunda dushman jang maydonida yengilgan hamallam nimaga ikkinchi B planni boshlaydi. O B plan nima desangmi? Asla sulh qilish. Dal ashyaga ketib qiliqliq bizning odamlarimiz. Ta ikkinchi qatimliq Cumhuriyetdan keyin bizning lider deb atalgan kishilarimiz Nanjingga beriqliq shu vaqtlarda. Ya'ni shu vaqtda bilishimcha Nanjing Xitoyning poytaxti deyman. Nanjingda o'tkazilgan suhbatlardan keyin ham da asosan jiqishlar o'tkazib o'tildi. Hatto buning eng ichim ochiq bo'lgan taraflar bizning 50-60 ming kishilik muntazam qurollangan Xitoyning askarlari degan shu vaqtda bepashvaga yaramaydigan bir holatda hamda hamma jihatda. Bizning muntazam bir paraddan o'tkazsima shu vaqtdagi saviyada, xili ilg'or saviyada bir armiyamiz va bir millatni shu suhbat ustidan ketib qilib taqit o'tgan markaziy hukumatning armiyasiga qo'shib o'tgan degandek har xil nomlar bilan asosan yo'q qilgan bir tariximiz bor bizning qisqa. Mushularni asla chiqamasligimiz kerak. Ya'ni rahbarlarning kallasida agar yana bir qitim fursat olib qolsa, Xitoy bilan eplashish, suhbat tuzish, sulh tuzish degandek nuqtalarda shu tarixdagi, o'tmishdagi masalalar asosiy rol o'ynaydi. Buningga rahbarlarningki oldin a'lo bir ideya tayyorligi bo'lishi favqulodda muhim. Abdur mushu nuqtani bizga alohida qanday qilyotdi, tekrar eslatiyotdi. Endi biz mushu Xitoyning hukmining ostida o'tirib yozilgan kitoblarning ba'zisini o'qiymiz. Shu kitoblarda inib o'tirib qo'yilgan bir masalalar bor. Masalan, Jin Sho'riningki bizning adamlarimizni aldab ketgan yerlari. Şansayning bizning adamlarimizni aldab ketgan yerlari 2-3 tunganni ishiltiblar.
Beğeneli kandak duralıkı Tungal'ın bir Tungal'ın karık yok men ayıp etmekçi emas da. Çünkü onun içinde pakızlığı var, sapları var. Bizden onda bir ideyimiz yok. Ama şunun içindeki hainleri özünün Tungal'lıkıdan bir Kur'an'ı okuyalaydıqanlıqdan faydalanıp bizning millatni eg'ir darajada oldiga yeri va aldınıp ketken bir yerimiz var bizning. Mush nuqtalarni her bir liderning kallasida bo'lish kerak. Hem ikkinchi qatim o xil shaklda dushmanlarninki oldimizga kelib yukinib o'tirib o'qib bergan Qur'oniga yoki bizga o'zining musulmonligini pesh qilganga yoki bizga o qadar avtonomiyani va'da qilganga, o qadar erkinlik, hurlikni va'da qilganga aldanmaslik kerak. Hazırmı bazılıqı şamallarına ança-munça kuruvatımız turup özümüzge bazı nəslərini çıxırıb qoyumuz. Çaynada yaşayan o millet bu millet degan bir şekilde puraqlandırıb qoyumuz. Xuddi avtonomiyani e'tirof qilsak, Xitoyni e'tirof qilsak, Xitoy bizning oldimizga gilam saldigandek. Halbuki Xitoy uni qabul qilmayapti hozir. Ya'ni tarixiy jihatda bizning Xitoy bilan bo'lgan tarixiy bir geçmişimiz var. Tarixiy bir o'tgan bir voqealiklarimiz var. Bular har qanday bir liderning kallasini qanaqa masxi asla ketmasligi kerak. Bu yerda linanqul ma qalahu John Berry fi kitabihi Az-Zaka wal Qiyam al-Ma'nawiyya fil Harb. Yani John Berry'ninki o'zininki jangdagi zireklik ve ma'naviy qimmat qarash degan kitobida degan gapni bir naql qilaydi. Shunda deydi. Ve yuhaddid al-qa'id bi fikrihi thalathat mawaqif. Qo'mondan rahbar o'zining fikri bilan 3 xil maydonni belgilaydi deydi. Yani rahbar o'zini 3 xil maydonga temsil qilsa yoki 3 xil uslub qo'llanish kerak deydi. Yatba'u thalathatu turuq fi at-tafkir. Tafakkurda 3 xil tafakkurda 3 xil nimaga ergashadi, uslubga qana qiladi, ergashadi. Birinchisi tariq al-munazzir, nazriyachi uslub yoki selishtiruvchi yo'l. Her narsani nazriy nuqtadan birdan selishtirib chiqish kerak. Her narsani birdan nazriy nuqtadan uni qana baholab chiqish kerak. Natijasi ma'ni qilsam, ma'ni qilsam her bir nuqtani, inchki nuqtadan tatib ki allazi yum'in an al-fikra fi at-tajarub. Tajribalardagi fikrga cho'nqur cho'kib kiradi. Tarixga qaraydi. Biz o'tmishda qancha qitim urushdik dushman bilan. Qancha qitim suhbat ustunligiga keldik. Qancha qitim bizni oldidi. Qancha qitim va'dasiga xiloflik qildi. Mush nuqtalarga birdan kirib chiqadi ki va istakhrij minha qawaid amma. Zada buzulmas umumiy qoidalarni chiqaradi va tasavvurlarni hozirlashga aniq qatnashadi. Umumiy qoida degan gap xuddaligi men oldingi darsda deb bergan mana o'zgarmas strategik qoidalarni tuzib chiqadi-ki, birinchi qoida Xitoy bilan, masalan, Xitoy bizning dushmanimiz ya, hozir asosli dushman. Aslo sulh yo'q. Masalan, bu zada umumyuzlik qoida. Hech qanday holda Xitoy bilan sulhlashish yo'q, g'a o'xshash. Bunu men misol shaklida deyapman va undan boshqa tarixda jiq tajribadan o'tib ketgan bir ishlar va mush nuqtalar hamma odamning kallasiga o'rinab ketgan bir zihniyat shaklida o'rtaga chiqish kerak. Xitoy kelib yinkagan vaqtida yo'ldagi böceklarni, qurt qo'ng'izlarni tirpiydi. Xo'shib ketdi qanday. Voy Alloh, madamning tirishchaliqida. Yo'ldagi tezaklarni ta'di masalan. Yinkagan vaqtda o'zi saxtipazlik qilib ba'zi qiradamlarninki utunlarini yerib bergandek bir ishlarni qildi. Sularni akirib bergandek bir ishlarni qildi. Xitoyning ham mijozi menda, mening tushungan Xitiyim deb qo'ydim bu yerda muhabbat nuqtasini emas, shu bichishligim bor Xitoyda va mush Xitoyga qarata da'vatma qarindoshlar. Men tushungan Xitoyningki mana bir mijozi bor. Üzdün yuqori, üzdün kuchlik yoki yangi bir yer kelsa ajoyib yijida Xitoy. Ya'ni o'zi bir manfaat oldigan nuqtaga kelib qolsa, o Xitoyning ig'izidan siliq ig'iz yo'q dunyoda.
Masalan, bularni Xitoylar taxajat 50 ga nisbatan höpö degili. Bunda 5 ni ko'tarib yaqigili da uzun bo'lmadi. 5-6 yil atrofida bo'ldi. Vatandagi vaqtlarimizda hamma bilan bilasizlar, bizningki savdolarimizningki cho'ng kichiga asosan Xitoylar bilan. Xitoylarga mal atqan yoki satqan vaqtimizda kim aktiv bo'lsa, Xitoy shu nuqtani his qiladi va hijiydi. Agar Xitoy aktiv bo'lib qolsa, uning u holiga bilan tasarruf qila olmaydi. Nihoyat yo'g'onamdi. Ammo qarshi taraf aktiv bo'lib, Xitoy bunda yalvog'ich taraf bo'lsa, u vaqtda Xitoyning xushamatiga hech kim to'g'ri kelmaydi. Oldin qatamizga bir dapadim bir masalani. Bizning bir saboqdashyapti. Bir saboqdashyapti. Suriyalik ekan bu. O'zi cho'ng bir tijoratchi, ya'ni boy demakchi. Mana shu Xitoy bilan cho'ng savdosi bor ekanda buningki. Cho'ng shirkatlar bor, Turkiyada cho'ng shirkatlarni qurgan edi. Bu biz bilan o'qish jarayonida shu bizning bo'lgan voqealiklar, Xitoy bilan bo'lgan voqealar haqida so'rab qoldi. So'rab qilib, ba'zi ahvollarni tushundirgandan keyin hadida ortiqcha qilmay necha vaqt yo'qolib ketdi arda darsdan. Keyin kapta nima bo'ldi, nakatdim Xitoy qilib keldi mashhur savdo ishi bilan deb. Shu orliqda bir gapni qildi-chi bu. Men Xitoyda bu sil degandek ahvolni ko'rmadi. Xitoy u qadar bunday ifodalamdi. Bizning nirimizda ya sha'bim musalim. Tinchlikparvar bir xalq ekan. O qadar muloyim deydi. O qadar muloyim deydi. Kallamdan tutun chiqmadi. Qana qilamiz endi? Tillab ishla olmaydi, to'xtanda bo'lsa. Sen Xitoyga to'xtamay berib tursan-da, deb uningga Xitoyning ba'zi zil nuqtalari bor bilasizlar. Masalan, Xitoy qo'yib Şinjan degan gapni deb bo'g'icha Xitoyning chashlari tik turdamdi. Ibodat, namoz. Biz bilimizda uning zil nuqtalarini, shu nuqtalarni uningga deb qo'ydik. Sen bunday qil, anda qil. Ikkinchi qatim berib keldi. Ikkinchi qatim Xitoyga berib kelgandan keyin biz degan nuqtalarni bu birdan sinab baxibdi bu. Şinjanga o'raymiki desa, u titrab ketgan gap aqashdiki tarjimon Xitoy. Balkim Tunga o'xshaydi u. Undan keyin ba'zi bir masjidlarga boraman desa, o bir xil bo'lib qopdi endi. Shundan keyin bu asli ish manda ekan, sirtdagi ish bilan ishdagi ish o'xshamaydi ekan deb ikkinchi qatim kelgan vaqtida bizning xaridlarni ochqizib, masalan, bir tafsili ahvol bo'ldimi deb promoshqa ahvol. Demak, Xitoyning unda qiladigan muomalasi o'xshamaydi. Shu uning yeygan holatiga aldanmaslik kerak. Texi bizning miyada bir savdo qiladigan bir turklar bor. Xitoydan malakalidir-chu. Xitoyga pul sepirdi ekan, Xitoy mallarini sepirdi ekan, biz vatanda qilayotgan bir tijoratning uzoqachqa biz bu yerdagi ahvollarni bilamiz hamdaligi. Ya'ni biz vatanda shu vaqtda qilayotgan vaqtimizda misolga deyman-ku endi. 50 ko'yga oladigan narsani miyadagi turklar Xitoydan 100 ko'y 150 ko'yga soldirdi ekan. O Türkler ağızga tegmey maqtaydam da Xitoyni. Ve biz pulni seppasak qara. O yamanmaydi emasmi pulni? Pulni necha ming dollarni seppasak bizga mal seppir demasmi deydi. Bu galvanlar hamda galvanlar tillig'im yo'qda asli. Xitoyning qat-qat ep ketgan foydasini uqmaydi bular. Qanchalik quyib etganligini uqmaydi. Elvatqan paydası Xitoyning mavlani quyvasimi olanmaydi hamda o paydini. Ya'ni pulni sumib olgan gapda. Ya'ni Xitoyningki ashta ba'zi bir boshqalarning qinni sumirish uchun bir yejib turadigan bir ifodasi bor-da. Bu ifodani bu mijoz Xitoyning qindi bor mijoz. Men bir materialda ko'rishimcha, shu milodiydan ilgirki shu ko'kturk vaqtidagi ba'zi rahbarlar o'zininki qabr teshig'ini yozib qo'ygan bir ahvol bor. Xitoyningki manda salbiyatlari va aldanmanglar deb kelib, shuning qatorida birisi yipikiga aldanmanglar, sizlarni yipak bilan aldaydi. Yana birisi bularning shirin, tatliq yipakka o'xshash gipiga aldanmanglar, bular aldaydi. Ya'ni bundan keyin yana kap qilishimiz mumkin. Nima uchun men bu vaqtda biroz cho'nqurlab kirmay qarindosh. Nima uchun biroz dars oqmusin mayli, kengroq so'zlayman desa, chunki o'zimizni
oddiy chaqlamayli qarindoshlar. Kelgusida sizlar biz balkim Xitoy bilan bir suhbatda o'tirib qoladigan bir fursatlar kelib qolishi mumkin. Nima deysa go'ydabchu. Shu vaqtlarda bugungi darsda deyilgan gaplar kallangni agar bir bo'jigida qolib qolsa, qaysan olsanglar, balkim foyda solib qolishi mumkin. Va bundan keyingi bütün ishlarimizda shu nuqtani esimizga olishimiz kerakki, asla Xitoy bilan sulhi yo'q. Xitoy va'dasida tumg'an va bundan keyin qanday qilmaydi, tumaydi. Xitoyning har qanday odamga va'da qilgan hurlik, ozodlik har qanday bir gapi asosan nima yolg'on. Shu men ba'zi amaylan deymiz hamda O'rta Osiyo qarindoshlarimiz, arablar, turklar qarindoshlarimiz bularning biz tatgan xafalıqni tatishni xolamaymiz, shunga Xitoyning bu yerga kelishini xolamaymiz. Ammo mening ko'nglimning bir tarafida Meşekim bir kepaqsı ekan deyim. O'rta Osiyoga kepaqsı ekan, arabning qashig'i kepaqsı ekan, turklarning qashig'i kelib bular bir Xitoyning bir ta'min etib paqsı ekan deyman. Shu vaqtda oşu qarindoshlarimiz asli to'g'ri deb ekan, deb an Xitoyga qarshi qo'padigan bir cho'ng jabhat mirsa ishlamikin deyman. Hele o tabii ümit qilmayman hamda Xitoyning bularni besvelishini yoki bularni bizni azoblagandek azoblashini. Lekin men hozirgi ma adamlarning tushangili unumug'inga O'rta Osiyodagilarningki Xitoyni tushangili unumay qushqini ochqinga, arablarningki ahsanin nas deb maqtig'inga, ma turk adamlarning hatto ba'zi qudvochilashib o'ltib ketganga qarab subhanallah degim keladi. Yani bu adamlarning ma Xitoyni tushunmaganiga qarata degim keladi. Yani bu demak cho'g'imiz shu qiladi. Bu gap nereden chiqdi desa, çoğum bizde. Yani bizning aramizdagi liderlarda tarixiy tajribalar tamamen bo'lish kerak. Bularni asla sizdan chiqarmaslik kerak. Avval lider tarixiy tajribalarning hammasini kallasida aniq nazariyalashtirib, bir qoida tuzib, shuningga asosan bütün ishlarini loyihalash kerak. Bu birinchi yo'l qarindoshlar. وتثير هذه المقولة الكثير من التساؤلات حول قادة المشروع المعاصرين ورصيدهم من العلم بالتجارب التاريخية وحول مدى قدرتهم على استخلاص القواعد العامة. Bu gap, yuqorida biz degan bu gap nurg'un savollarni qo'zg'aydi. Ya'ni navbatdagi islomiy planning yetakchilari haqida ularningki tarixiy tajribalarga qarata ma'lumoti haqidagi egallagan rasid, ya'ni qo'saqdagi ma'lumoti haqida va ularningki umumiy qoidani xulosalab chiqara olish doirasi haqida nurg'un savollarni qo'zg'aydiki, rahbarlarimiz tarixiy tajribalarni qanchalik biladi. Andakin buni qanchalik yakunlayalaydi. Buningdan qanchalik darajada bir nazariyalarni, qoidalarni xulosalab chiqara oladi. Bu nurg'un savollarni o'rtaga qo'ydi bu. Ya'ni shundaqla bu so'z bizning yuqorida degan kama annaha tuthiru su'alan akhar. Yana bir savolni qo'zg'aydi. Kim haqida desa, qanchalik lider, qanchalik rahbar, ya'ni navbatdagi hozir bugunninki ehtiyojlarga qarshi turish tasavvurini hozirlash masalasini kelgusiga qarshi turish tasavvurotini hozirlash masalasini ulardan boshqa mutafakkirlarga ihola qildi. Ashlarga topshirdi. Ya'ni o'zi bunda u ishlarni qilolmadi mana shu vaqtda. Haq qilsin deb tashlab qo'ydi qanchalik rahbar. Bu haqda bir savol qo'zg'aldi. Hatto shu darajadaki ularga sunulsa şu mesele, şu tasavvuratlar, mesela miyadın çıkılımız, birinci qadamda mavu, ikinci qadamda mavu, üçüncü qadamda mavu, bunun planı miyadın planın beşi mavu, ahırısı mavu, toxtaydigan beketli mavu da sunulsa, bular onu mezmununu düşünemeydi, hatta yazılgan tilini düşünemeydi. Yazılgan tilligini yabancı dil demekçe emas ku bir yerde. İfadalavatqan ifadeler demekçe. Rehberler muşa halga kep qalgan bolsa, halimiz vay bizningçu. Andaki ular şu ötmüşte qilgan ishni qilaverdi, yumarithuna ma kanu yumarithunahu fil madi. Men bir narsani dekim keladi shu. Bizning men bilishimda chet elda eng az 40 yillik bir mujodala zamonimiz var. 80-yildan keyin deyli.
Onun aldığını tamam hesap qilmaylam. Orliqda bir üzülüp qilish var. 40 yıllık mücadilemizde biz neçe yılda bir qitim tecrübe almashtırıp qadam yangıladık, uslub yangıladık ve ağan neticelerini yekünlep ötküzgen hatalıklarımızdan ders elip bir netice qo'lga keldi. Ortada yok. Yani ki ثُمَّ يُمَارِسُونَ مَا كَانُوا يُمَارِسُونَهُ فِي الْمَاضِي degeni del şu. Menden burun kelgende demiş, qan bolsa ben şuna qılayman. Menden keyin kelgende şuna qılады. Uslub aynı. Yani bir yenilik meselesi yok. Plan yok. Uzun müddetli, kısa müddetli plan yok. Bugünkü nima lazım? Ertegi nima lazım? Bu yok. Şunu olan hatta bunu ma ahval miyadin miyagıtı da çöndüsünü çönmeydi. Kılıdığan işi şu aynı. Oh şaşışlar. Bir bazı neslerden adınızdan ümit kelkil olmaydı kardeşler. Bu niye oldu sana? Ben bir nesini değilsizliğe. Bugünkü ma köz aldığımızdaki talaş. Cık nesine ma yok olup ma kesiken deyimiz biz. Ne bir nesini değil. Ma yok olup ma kesiken manatın ma küpünç nesle yaxşı yaman emas. Yaxşı yaman emas. Bizning aldığımızdaki küpünçü neslerdeki tallaşımız yaxşı ölen yamanның, haq ölen batılның, noçu ölen nacarның oturup tallaşını aslap qalıq. Hazır biz qandaq bir vaziyet düşüp qalıq desəңlər, ikki nacarның arasında tallaş düşüp qalıq biz. Aldığımızdaki iki uslub, ikilisi nacar. Yoki aldığımızdaki iki yol, ikilisi ünümsüz bir halat kep qalıq. Endi müşahedemde Ömer radiyallahu anh'ın bir gepi var. Sizlerning yaxshilaringlar, yaxshilarning yomonning o'tirini farqlantirib tanlay adam emas deydi. Buni hamma qila oladi. Ikki yomon o'tishar kelib qolgan vaqtda, ikki salbiy bir tanlash o'tishar kelib qolgan vaqtda, ashuningki eng zini azroqni tanla. Bugun asha ahvolga kelib qolganimizga meni gelimga bir ochiq tuyuldi-chu. Oldimizda ikki yo'l bor. Birisi yaxshi emas, ya'ni birisi yaxshi, birisi nachar emas. İkilisi bir ünümsüz yol. Ma yolunun beşini kirip da ayak qarab baqsaq mı şu saslık var adı. Ma yolunun beşini kirip ayak qıvasak mı yani şu saslıkka. Baqçı varadığan yoldan birani küren mavatımız ortada ço. Mesele mavap qılıq hamdi. Emdi müşahede qanday qılımız dese bir xalqның içinde bir aqatilish elib berilish kerak. Xalq qanday nurg'un narsaga mecburluğumuz olmaydı. Mecburluğumuzsa. Tamam, davamlaştıraylik qarindoshlar. Va hakada mana mushuningdek tarix o'zini qanday qiladi, takrorlaydi. Hodisalar o'zining rollarini o'ynab, o'z aylanishida aylanaveradi. Masalan, shu hozir bir qarindishimiz aytdi ya, Gomsindan bilan Gomindan ta o Xitoyga hamda hozir bir misol sifatida deyilindi. Bizning navbatdagi ma bugun kundagi tanlashimizning ko'pincha soch toliq qildik yani. İkilisi aynı narsa yani ko'pincha vaqtda. Tamam. Hakaza yu'idu tarix nafsuhu. Yani tarix mashtavlab o'zini qaytirib akiladi. Hodisalar shu o'zining aylanishda yeni aylanadi shu. Aylanib cho'gilib keladi. Mag'lubiyatlar harakatlangan har qatimda qaytib yana keladi. Chunki nimishqa bunda bo'ladi desanglar, bular ilgirki tecrübelerini tekrar qo'llanıyotir ki bugunning va kelgusininki talablarini tushunmasdan. Bugun eminat jahon o'zgardi. Ya o'zgarish kerak. Kelgusi bizning boshqa bir nuqta talab qilyapti. Sada o'zgarish kerak. Mushu manda bir narsani sizlar farqatdan yoqma o'qimayman. Ba'zi masalan deylik, Chechenistonning ahvoli. Qaysonlar Chechenistonning ahvolini tafsili xabarda qilsanlar. Chechenistonning ahvolini qaysonlar tafsili bilasizlar. Checheniston aldığımızdaki 20-30 yıl içinde bek çoğun qurbonliqlarni berdi. Chechenistonning umumiy nüfusining bilishimcha, kalla ismida qolgancha taxminan 2 million atrofida. Bularning taqobil turayotgani bir 180 millionlik Rus. Onun ustiga nüfus farqi o kadar cho'nqi.
texnika, qural yaraq va boshqa jihatdagi farqi favqulodda cho'ng hamdi. Chechenistonninki rahbarlari, liderlari bizga qarag'an vaqtda biroz angliqroqdek. Ya'ni masalani qanday hal qilishni bildigandek. Masalan qarasan qaranglar, masala o'zining ma'lum darajada talebi hal olmaydigan bir holatni his qilibdi. Qanday oldu? Checheniston cho'ng kichik bilan qo'shib qarshi chiqdi. Butunlay. Rusni nurg'un ruslarni yachishlatdi. Shu qudratlik o'zini voy dunyoning cho'ng deb turayotgan shu ruslarni shu bir oddiy kichik bir bizning 1 million, 2 million degan qanchalik nupus qarindoshlar. Shular qiyin edamdi. Ammo buni davomlashavermaydi ishlar. Qiynaversa urilib ketadigan ish chiqadi. Chechenistonninki ichki qatlamidagi siyosiy rahbarlar shaqqida ishga bilandi. Mening tarixni o'qig'inim ma'lumdi. Balkim undan boshqa bo'lishi mumkin. Mening tushunganim hamdi. Balkim xato bo'lib qolishi mumkin, jo mening tasavvurim. Uzundan biri cho'ng kichik to'ng pishiq ayol butunlay qarshi chiqqan chechenistonliklar shaqqida ikki xil rang paydo qildi o'zida. Qanday ikki xil rang paydo qildi bilamizlar? Bir-biriga izchil qarshilik qiladigan, maydonda turadigan, yana bir-biriga to'xtam tutsak mayli, kelishsak mayli deb o'zining ma'lum talablarini o'tirib qo'yadigan. Shuning bilan Rosninki xili yo'l qo'yganligini ko'rib masalan, tamam, endi bo'ldi bizning maqsadimiz mishakagacha hal bo'ldigan bo'ldi degan bir nuqtaga kelgan vaqtda qaranglar 2008dan keyin o'rtada Rusga qarshilik qildigan chechen qavmi. Nakatdi ular. Buldaliqi qirib tugitayotgan odam yo'q. Shu bachichalli shu. Ya'ni chechenlarninki burun cho'ng kichigi to'ng pishiq hammasi tamoman Rusga qarshi chiqqan bir chechen millati bir rang o'zgartiradigan bir hayvon bor. Shunga o'xshash bir chiroyli bir shaklda Ruslan ittifoq tuzadigan bir holatni shakllantirib bilan o'zining manfaatiga kafolatlik qilib oldi. Ya'ni bu yer demakchi o'g'ini men uning ittifoq tuzgan, ittifoq tuzmagan Ramzan Qodirovninki xarakteri, uning dadasining xarakteri va uning kirmoqchi emas. Mening demakchi o'g'lim nima desam, Ruslarninki navbatdagi ahvol nimani talab qilsa, shuni en güzel bir şekilde kılalğanğa men macahatni qoyilliqim bor chechenlarga. Endi chechenlar aşı rolunu güzel oynayaldı. Güzel oynayaldı. Bazı vaqtda masalan Xolid ibn Validninki radiyallahu anhu qaysi bir urushda, urushning ismi Tabukmi yoki Mu'tamu, ikkisining birisi 3000 askarni sahobildan neçehesi qo'ygan Paris qo'shinlarining oldida butunlay tugishib ketishning oldini olib, bir qo'shinni o'ngni solga almashtiriblam, qarshi tarafni biroz keniga chekindirib, yondib ekegan bir qo'shin bor. Shu vaqtda Allohning qilichi deb nom olgan, chunki saqlab qolganlik uchun. Menda chechen rahbarlariga qarata mashta bir rol o'ynagan bir siyosiy qarashning bog'liqligi ishni mana shu nuqtada. Bo'lmasa biz 96-yillarda 97-98 2000-yilning oldi keyinda anlagan chechen bilan Rusning urushida Rus Chechenistonni butunlay sirib etdi, adalni butunlay o'ldirib etdi. Lekin bugun qarasak, butun Checheniston saq, adamlari saq, nupslari saq, bir holatda bir siyosiy muqimlikqa nisbatan erishdi. Tabii ham dediki biz tushunmaydigan nurg'un taraflar bor. Ramzan Qodirovni ayblashlar bor va ish qilib nima bilan bo'lmasin, bu chechenlar bu o'yinni o'ynay oladi yani. Endi bir millat bo'lish xarakteridan mushta o'ynay olgan bir o'yinda millat aşınçılık tushungan yerda bularning lideri rahbari qanchalik tushunadi. Ma nuqtani biroz o'ylamoq lozim. Ya'ni hozir Abdurrahning da'vatini inson da'vatidir. Rahbar bo'lgan inson bugunning talabi nima, kelgusining talabi nima, buni obdan qanday qilmoq lozim, tushunmak lozim deydi. Mushu gap pek cho'ng gap qarindoshlar. Masalan, atrofimizda bo'layotgan bizning chet elda bo'lgandan keyin biroz atroflardagi xabarlardan asli orijinal xabarlarni anglayapmiz. Vatandagi bo'lsa anglamaydik. Vatanda
Aşu etraptaki medyalardan çıkan yakıttı, sırttaki kemiyetti, bizden bunda kaldığımızdan qadaqlaydigan narsa kemiyetti. Biz dost düşman qala bazı narsalarni tefekkür tasavvur qilolmaydik. Mesela bugün Irak'ta bir Kürt bir hareketi var. Mesela bularning hareketi şu Osmanlı'ya takılı demdi. Ta hazırga kadar tahminen 100 yıl oldu. Bular özünün bir müstakil devletini kurup bulanmayatıdı. Ama kadem meňewatydy. Kadem meňewatydy. Mesela bir misal alayım. Qaysana birisler Mesut Barzani. Tahi aldığın kızıyla onun aldıda battı Kürtlerninki, Irak'taki Kurdistan'ınki şu vaxtdaki rehberi. Bu Kurdistan'ı müstakil qilish uchun bir nima taşıldı, bilet avazga qo'ydi. Bununla Türkiye favqulodda ig'ir qarshi chiqdi. Kurdistan rayonga Türkiye'nin Osmanlı tarixidan qolgan bir haqqi var. Nurg'un arşivlar var. Eğer Irak bilinsalam, Türkiye o'ziga egiladigan bir haq huquqiga ega bir hujjatlar var. Türkiye muşlarını sep tehdit ko'rsatdi. Eğer avazga tashlasan, bizning ishimiz var deb. U unumay avazga tashladi. Şu vaqtlam 2000'daki askerini chegirga apardi. Bir ishga hafta o'tdi, nemişler oldu, uqmadık. Kürtler qanday qildi desa, Mesut Barzani'nin ötküzgen aşağıdaki bir hatalıqı. Aşağıdaki hatalık ne oldu sanırlar? Eğer aşağıda ciddi bir ehval tüzütülmese, Kurdistan'ınki növbetlikcek mi hukuku kuldu qamaydigan bir ehval qaldı bütünley. Şimdi ona qanday qildi desanlar, şaqqa de Mesut Barzani'ni taşlap o'rniga boshqa birisini chiqdi. Yana bu yerda mavaliqi uning qaysining qig'ini to'g'ri, qaysining qig'ini xato, buningga hukm chiqarmoqchi emas qarindoshlar. Faqat tahlil qilyapman. Ya'ni masalani qanday o'ng'ishash, vaziyatga qarata qanday ish ko'rish, bunda masalalari. Yo'q. Ama bir qarindishimiz sulh qo'llanish usulini debdi. Men demoqchi o'g'lim dedim ya boya. Men o Ramzan Qadirovninki, yeni birisininki sulh qilish boshqa narsa demoqchi emas, ama vaziyatga ko'ra üzgü paytliq bir noktani tutush, noktasidagi tarafini tutib turib, ya'ni masalani bugunning talabi va atining talabi qanda buningga ko'ra harakat qilish, xatoliklarni izchil takrorlamaslik uchun misol qildim. Qandaqdir Chechenlarninki Ruslar bilan sulh tuzgini mening nazarimda to'g'ri yoki xato degan nuqtani ifodalamoqchi emasman bu yerda. Chunki biz oldimizda Xitoyga borgucha, bir nuqtani men sizlarga alohida eskartay. Oldimizda Xitoyga berib borgucha, Xitoydan boshqami nurg'un biz muomala qiladigan bir hukumatlar bor. Xitoyga og'ishda darvozamiz xali yiroq. Eng muhimi masalan Uyg'urlarninki ko'p sonliq yashayotgan Turkiya hukumati bor. Qancha biz Turkiyani ikkinchi vatanimiz, Turkiya bizni o'z qo'yniga oldi masalan. Nurg'un tarix Turkiya Cumhuriyet tarixida tunji qatim Uyg'urlarga o'zidan iqomat berdi. Qanchalik qardoshimiz deganlik bilan biyaning o'zining bir manfaati va o'zining bir nizomi va buzilishni xohlamaydi hamda. Hammadam shunda. Agar bizning vatan bo'lib qilib, Turklar bizning vatanda turib, o'zining vatanining ozodlik uchun harakat qilsa, biz ashada o'zimizning manfaatiga ziyon solmagan ahvol ostida yo'l qo'yamiz. Ya'ni demoqchi o'g'lim shuki, bizning oldimizda bir aqloniylik bilan hikmatli muomala qilishga tegishlik, har qitim qilishga tegishlik ishning foydasini o'lchalaydigan bir aql bo'lsin demoqchiman. Aql. Ya'ni Xitoyga bo'g'icha biz nurg'un aloqa qiladigan nurg'un hukumatlar va oldimizda Xitoydan boshqa. Masalan, Hindiston bor, Xitoyning qishda. Bizga intayin muhim masalan. Yaponiya va masalan biz yashayotgan Turkiya va bularning hammasi bizning ati-o'gun nimamiz bo'ladi. Biz mushlar muxotab bo'lishga loyiq bo'lgan vaqtida muxotibimiz bo'ladi. Biz buni muxotib bo'lamiz, mushlar sulh qilamiz, nurg'un ishlarni mushlar kelishib qiladigan ish chiqadi. Shu vaqtida bugunning ehtiyoji, ayatning ehtiyoji bizning milliy manfaatimiz va bizning nishonimizga qarab yiqilishalish yoki yiroqlashib ketish masalasiga qarata bir qaror chiqarolgudek bir ong saviyaga ega bo'lsin. Tarixdan bu tajribalarini yakunlasin. Qachon qarasa boshqalarninki pishqi sulab ketmasin, boshqalarning matqi sulab ketmasin deb ma nuqtadan davatini qarindoshlar. Tamam. Davam qilayli.
وهكذا فلا بد من إعداد القائد. Yani şuna okşaş çokum bir liderden birini qana qilishimiz kerak, hazırlashimiz kerak ki bu lider tecrübelerde çoğunqur fikir qiladigan bir nezriyachi yoki bir nezriyachi yoki selishtiruvchining rolini o'ynab, shu tecrübelerden umumiy qoidani yastaxrij minha qavoid hamma. Shulardan umumiy bir qoidani yakunlaydigan ve tasavvurlar gap loyihalarni hazırlashga qatnashadigan bir rahbar hazırlamak lazım. Bu mush ish qo'mondonni shu asosda hazırlash va mashq qildirish zarur bo'lgan fikriy vazifalarning tunjisi qarindoshlar. Bu bir ibodatdan biz oldingi betda qancha xil rol o'ynaydigan to'q rahbar 3 xil rol o'ynaydigan to'q. Uning birinchi rol munazzir yo'li, ya'ni nazriya bilan ish ko'radigan, masalalarni selishtiradigan, nazriy nuqtadan masalaga bir yechim topa oladigan yo'l. Bu bir. Andan John Berry yani bunday gap bilan davom qiladi. Bir lider rahbar deydi. Buningki doktorning uslubi bor, doktorning yo'li bor. Bir rahbar doktor muomalasini qilish kerak. Anlamaman, bazı qarindoshlarimiz yozgan ba'zi inkaslarga biraz qistirib qo'y. Buna ba'zi ancha-muncha siyosat kitoblarini o'qib qo'ysanglar ba'zi narsani tushunasizlar. Mushtonli kuchli bo'lsa, qarshi taraf yegan mushtdan beqini og'risa, sizlar bilan sulh tuzildi deydi. Bo'lmasa posh deydi. Ma aniq qilingdi bo'lsin. Qarshi tarafni sulhi masqa, sulhi ustalning ustiga ekilishmi, senda yetarli kuch kerak. Agar kuching ojizlab qolsa, yana sen hamma narsaga qanday qilsa, ma'qul biray, ma'qul deb imzo qo'yib kelsa, xuddi Osmanlı öğrenip Cumhuriyet kuruluş vaqtida Türkiye o kadar acizki garip şu Lozan anlaşması deb anlaysizlar bu gapni. Şu qatimliq tuzgan sulhida asosan Türkiye umumiy huquqlardan voz kechgan. Hatta hozir navbatda shu biz ancha-muncha qarab keladigan dengizning bo'g'izi bor ya. Aşı bo'g'izini Türkiye xalqa vaqti taqab, xalqa vaqti ocholmaydi. O'tgan paraxutdan pul ololmaydi. Aşı Misrninki Suez kanalıga eşyadaki en çok paraxutdan aladigan bir qitim ütuvas aladigan pulni 4 milyon dollar deb aldım ben. Aşı pulni bugun Türkiye mayadaki boğazdan qana qılanmaydı, alanmaydı. Nimishqa şu vaqtdagi ojizligi tufaylidan to'xtamda ketkizib qo'yganlik tufaylidan. Şuna bugun Erdo'g'an qana qilyapti? Boğazdan pul alanmagan ekan. Şu vaqtda tuzgan xalqaro qonun bo'yicha İstanbul kanalını qizib, Boğazını sayahat rayoniga aylantirib, Boğazını ütümen desen, ya hep saklaysa ya ishga saklaysa mesela. Miyadın özsen pul ütse deb, muşnunga mecburlamakçı bo'ladi. Bu mu bir iş var, hazırki ahvalı şu. Yani sen aciz vakitte her qanday şekilde gitmem ötmeydi. Avval qarşı taraf bilen bunda beşiğini igiz tutup söylü tüzelleşin üçün küçün kerak, küç. Hudeybiye sülhisi bikağı tuzulmadı qarindoshlar. Musulmonlar liq qo'shinni boshlab, bunda haj qilamiz biz, umr qilamiz deb qo'rqmay boralgan vaqti tuzildi u. Voy Qurayshliklar nada ekan, bizni ko'msultni tutvasi bo'lmaydi deb bunda qechib. O'zini ojiz vaqtda Qurayshliklarni posh dedi. Biz umr qilamiz deb qo'rqmay bunda Makkaga berevdi. Andan keyin 10 yillik Hudeybiye sülhisi tuzildi. Ma kuching olmasa sülhim tuzalmaydi qanga. O'zimizning gapiga kelaylik. Rahbarning o'ynaydigan ikkinchi roli doktorning roli ki tahlil qiladi, munoqish qiladi, muayyan alayda ahvollarda natijalarni selishtiradi. Yuvozning gap tanfunlashtiradi. Yani her gün sharoit o'zgarib yangilanib turdi. Bilasizlar, vaziyat o kadar o'zgarib turdi ki, bugun tong atqanda nim bo'lishni o'qmaymiz endi. Ati kulib yurgan bo'lsak, bugun yig'laydigan ahvol bor. Va tutrah qadoya, nurg'un masalalar tashlanib turdi. Va tusar as'ila, nurg'un savollar qanaqib turdi. Nurg'un savollar qo'zg'alib turdi. Va tuwajih vaqa'i ajali yangi masalalarga yuzlanib turdi.
Qo'mondan qanday bo'ladi desa, aş yangi masalalarga qarshi tura olishi uchun, yuzlanishi uchun maxsus ba'zi vaziyatlarda maxsus holatlarni tahlil qilishga ehtiyoj bo'ladi. Maxsus sharoit ostida maxsus vaziyatni tahlil qilishga ehtiyoj bo'ladi. Andogan ekan fala budda ayyamtalika hadhihi al-qudra. Ya'ni buni munaqilish qilish, tahlil qilish, selishtirish qo'ygan bir iqtidorga ega bo'lish kerak. Qo'mondonni mushu uslubga egishga tarbiyalash bakchiq ish ketadi buningga. Bakchiq ish ketadi, bir odamning hayoti ketadi qarindoshlar. Bu ikinci iş. 3 işe ihtiyacı var degan yo'q. Bu nechinchi ish? Ikkinchi ish qarindoshlar. Endi üçüncü ish. John Berry'nin nazridagi muhim narsa tuvandagi so'zda oydinlashadi. Yani bir so'digan uslubi deydi. Qo'mondonda bir so'digach tafakkur bo'lish kerak ki xuloslaydi, qaror qiladi, ijro qiladi. Xuloslaydi, qaror qiladi va qanday qiladi? Ijro qiladi. Chunki yuqorida biz degandek birinchi nazriviy jihatda selishtirish yo'li, o'qish va planlarni hozirlash yo'li bu bir. İkincisi tahlil qilish, munoqish qilish va tanfunliq ishlarni olib berish qatorliq bularning yo'li. Mushu hadda to'xtasa inson tahlil jihatda palaj kesiliga kirib qoladi. Palaj bo'ladi ya'ni. Palaj bo'ladi. Ovozim chiqatammi deyapman? Tamam, ovozim chiqatgan bo'lsa yaxshi. Ya'ni demakchi o'g'lim shuki, agar inson ba'zi narsalarni nazariyalashtirmasa, masalalarni o'qiyanmasa, kitob o'qishlar emas, masalalarni o'qiyanmasa, planlarni muvofiq shaklda hozirlayanmasa, masalalarni tahlil qilanmasa, munoqisha qilanmasa, tangpung bir holatda olib boranmasa, unda insonning tahlil palajga kirib qoladi. Palaj bo'ladi inson. Shunga bu ikki unsurni, ikki turini, qaysi ikki tur, oldidagi ikki turini uchinchi turi bilan qanday qilish kerak, to'liqlash kerak ki so'diganing rolini o'ynay olish kerak. U bo'lsa-mu, ya'ni plan turi. Va biz hisoblagan ba'zi xatarliklarni ustiga elishga qabul qilish turiga tavakkul qilish demakchi. Tavakkul qilish. Ya'ni so'digalashda ko'pincha vaqtda qaram keladi. Chunki payda uni nurg'un ishga tavakkul qildirdi-ya. Mushu nuqtin demakchi. Endi bugun gullanish planida xizmat qilayotgan ko'pincha kishilar manda turli xatarliklarni ustiga kelishni xohlamaydi. Mening eng achchig'im keldigan ham o'sha qarindoshlar. Mening mushu Istanbulda yashayotgan jarayonda his qilgan bir nuqtam, ko'pinchimizda plan yo'q. Bu bir. Ikkinchidan plan bo'lishni xohlamaymiz endi. Nimishqa? Plan bo'lgandan keyin planning bir ijro tarafi bor ya. Har qanday planning ijro tarafida cho'qim mutlaqo xatar bor. Bulubmi bizga nisbatan. Chunki bizning dushman odatga dushman emas. Bularni bugun kunda bizning dushman odatga dushman emas. Xatar bor. Mushu xatarni hech kim ustiga olishga xohlamaydi. Shunga deyman, ona desam bakaliqqa eshirayotgan bo'lmayamdi, o'zidan bo'lganligini da'vadim. Ko'pinchimizningki vatan, ozodlik, mustaqillik, da'vo gaplarimizninki ko'pinchisi nima deymiz, xatarsiz bo'lsa, yani mumkin bo'lsa musholatda davomlashsa, ig'zimizda qolib qolsa, buni qurbonlik beradigan bir holatga berib qolmasa, degan bir holatga o'xshaydi deb tushunib qolaman ba'zi. Lekin bular deydi, bunda xatarni xohlamaydiganlar bir utuq, bir suvoq to'ngiltilgan natija, hech qanday bir maymiq yo'q masalan. Yani bunda paketlab akab bersa, turkchada ham buni shayliq bo'lib akab bersa oldimizga, buni ben xohlaydim endi. Hamma shuna. Bu endi sizlarcha mumkinmi o'sha ahvol qarindoshlar? Va huwa ma yukhalifu ay qira'a tarixiyya. Tarixiy har qanday bir tarixga o'xshab qarash, tarixda ish yo'q. Tarixda g'albini bedel to'lamay, qurbonlik vermay, o paketlab akab bergan ahvol yo'q. Qarab baqayli payg'ambar elchilarningki tajribalariga qarab baqayli.
ulardan boshqa qo'mondan islohotchilarning tajribasiga qarashdan ilgari payg'ambarlarga qarab boqayli. Payg'ambar Allohning eng suyumli bandalari. Allah o'zining eng suyumli bandalariga rahatcha berdimi yoki ulamo butun to'lashga tegishli badallarni to'lab, birishga tegishli qurbonliqlarni berib, jonlarini berib, qonlarini berib, mollarini berib, undan keyin erishdim o qalbiga qarab baqsaq tushunamiz. Yani fahal addat tajribatu min hadhihi tajarib. Yani mushu tecrübelerden bir tecrübe bir namuna karakterlik bir dünyaya baralanı baranmamdı. Meyli o peygamberle galba kılıçının ilgirki baskıcı olsun. Ya ki küreş tadafu degen mi küreş, sıra degen mi küreş hesaptı. Küreş baskıcı da olsun. Ya ki hatta galba kıp boğandın kinki baskıcılı olsun. Xatarlarını üstüge almasın. Qiyinchiliklarni ustiga olmasdan bo'lgan bir ahvol bormi yo'qmi buni qarab baqish kerak. Payg'ambar alayhissalom payg'ambarlarning sayyidi, mursallarning sayyidi, Allohning do'sti, habibi, eng suyumli banda. Ashu payg'ambarmi yurtidan qo'qlandi qaranglar. Chiroyiga qarab turib kazzab deydi, nauzubillah. Ha yolg'onchi deydi, ha sohir deydi. Aş Banu Haşim Cılgısqa 3 yıl etrafında qana qildi, qamaldi qaranglar. Onun keyinden Medine'ga kelibdi. O kadar xim xatarlan başını keçirdi ki Uhud urushida o'raklarga uchib ketdi. Savutning halqalari petib ketdi. Uftu ishga tushib ketdi. Tushib ketish degani tasavvur qilib baqinglar, qanchalik zarba ushurgandan tushib ketadi machish. Qahran xil ig'ir mushlasaqmi tushib ketmaydi o chish. Bir tishning tushib ketishi degan gap, hamda mushu tishning qishqa eg'iz degan gap hamda bu qanchalik ig'ir zarba keldi, ma'nolarni o'ylab baqish kerak yani. Yoki o risolatlarning hammasi, o harakatlarning hammasi ninki bir masaib qiyinchiliklar bormi ki mushu bosqichlar jarayonida va o'xshamagan bosqichlarda buning yuzlangan edi. فالعالم المثالي emde bunda bir xiyali dünya var. Misali deyen gap en bunda noksansız ne deymiz emde hiç qandaq qiliqi qusur yok bir dünya, xiyali dünya ki onu bazı xizmat qilayotganlar shuni izlaydi. Yani to'liq shart bilan hech qandaq zarar yok, xatar yok. Uyda o'tirib Facebookda qattiq yezivetsek, qattiq da'vo qilib olsak, jonliyagan qilib, ondan keyin ya Amerika yoki G'arb yoki Turkiya yana birisi kelib, chiroyli paktimizdan oldi qolib bersa yoki Manslamda Sharq Turkiston ozod bo'ldi deb biletni olib bersa, kirdigan manda bir xiyol va bunda dünya, fel alemul misali bunda dünya insoniyat, bizning musulmonlar tarixida emas, insoniyat va jamiyatlarning ahvolida hech qanday yerda g'ayrivoridki yo'q. Yo'q, unda ish yo'q. Qasam qilib qasam bo'ladi, unda ish yo'q qarindoshlar. Chunki qonuniyatga xilof bu. Demek bugungi darsimizning oxirgi xulosi shu bo'lganda qiladi. Fala budda lil qoid qo'mondonga nisbatan cho'qim bir sodiganning rajulul a'mal degan sodiganning uslubi kerakki, ba'zi narsalarni yakunlaydi, yastantij, qaror qiladi va ijro qiladi va yaqtanisul fursatni ching tutadi va ma'lum biz hisobga olgan ba'zi xatarliklarning bir qismini ustiga qanday qiladi oladi. Sodiganing bir aromad belgim soda qilib baqallar va mablag' saldigan odam saladigan turni hisoblab manjlik mablag' salsak manjlik foyda chiqadigandek qiladi, ammo buning manjlik zinulush ehtimolim bor. Tavakkal, bismillah deblam qana qildi ya, saladi ya. Oshnoga o'xshash deydi. Cho'qim xatarni qana qilish kerak, ustiga elish kerak qarindoshlar. Idan yahtaju qadatul mashru'. Demek bir bu planninki rahbari, lideri bir selishtiruvchininki, tadqiq qiluvchininki, nazariya lashtiruvchininki yo'liga ergashish, maxsus holatni muayyan bir kasalga tahlil qilib,
Onu münaqişe qilib, munozara qilib, tamponlashtiradigan bir doktorning yo'liga, andan keyin yakunlab, qaror qilib, ijro qiladigan bir savdogarning yo'liga, 3 xil yo'lga qanday qilish kerak, ergishishga nimasi va ehtiyoji va qarindoshlar. Mushu güllenish plan yetakchilarininki, qo'mondan rahbarlarining qoshida 3 turlik sifat hozirlansa, biz mengayotgan, izlayotgan bir ketarlik rahbarlikka qanday qilgan bo'lamiz, erishgan bo'lamiz. Allohga hamd aytishimiz kerak shu vaqtning o'zida bizga o'lchamlik bir rahbar qanday qilingan bo'ladi, berilgan bo'ladi. Shuningdek Abdur mushta xulosalada, ya'ni rahbarning tafakkur usuli tövendeki 3 xil bo'lishi kerak. Birisi tariqatul munazzir, yana birisi tariqatul tabib, yana birisi tariqatu rajulul a'mal bo'lishi kerak. Buni yuqorida tafsilotini deb o'tdik. Alloh subhanahu va taolo hammalarga, yani biz Uyg'ur musulmonlarga ashta bir rahbarlarni ato qilsin, ishlarimizni qulay qilsin. Bizning hayotimizdan keyingi qo'ymasin qarindoshlar. Shunga bak duo qilinglar. Bizning hayotimizdan keyingi qolganning bizga faqat foydasi yo'q qarindoshlar. Munazzirni selishtiruvchi, nazriyalashtiruvchi deb tarjima qildim. Yani nazariy nuqtadan tahlil qiluvchi. Bizning hayotimizdan keyin qolganning bizga bek foydasi yo'q qarindoshlar. Chunki biz o'zimizning hayotidan so'ralamiz. Bunun örneklerini de öptük. Resulullah 23 yıl hayatı da kurdu bu bir devletini. Etrafımızdaki bir devlet kurgan, 100 yıl içinde devlet kurgan, nurgun devletlerine qarab baksak, şuluma bir adamın hayatının içinde kurulgan devletler köpüncüsü. Yani bizning bo'lib, bizning işimiz anda 100 yıllık, 200 yıllık gidip ben okumayım. Nemişki bazı kişilerimizin aldıda bu diganda asan dava emas. 200 yıl davamlıcıda deydiğanlarını texim okumayım. Belki benim şuna degan vaqtlarim bo'lgan bo'lishi mumkin. O vaqtda nima uchun dedim ben okumayım. Hem de biz belki o'zimizdagi bazı qusur kamchiliklarni osh gaplarimiz orqali yo'g'ishimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo hayotimizda bu kunni bizga ko'rsatsin. Vatanimizningki azatıladigan. Mening menda bir xiyolim bor darsning oxirida. Davolay. Vatanning boshqa tarafidan azatılishni xohlamayman. Rost gap. Hatta shu qatim virus, Xitoy virusi chiqibdi. Xitoydan o'lgiltigan shu videolar tarqalib o'tibdi. Ansirdim. Bizga bunda bir atal Xitoy maqamasmi deb. Shu vaqtda dedimki ba'zilarga hech bo'lmasa 100 milyon Xitoy qolib qolsin deb. Qolganlar o'ylab ketsin. Chunki bu bunday olib ketib bo'lmaydi-ku. Bizning o'zimizdanki bir uçurgan bir şeref numusumuz var. Uçurgan bir zulüm tatkan kapılıkımız var. Aşna anca munca beynimiz bulmaydı. Öyle ki kalbimiz biraz teskin tapımız bulmaydı arkadaşlar. Şu an başkalarının ki etberişini mi? Tabii hem de başkalar Allah'ın uğurlaştırışlan yardım kasıp bir hala nimet ama mening xalaydig'inim o'zimizninki quli bilan bo'lish. O'zimizning quli bilan bo'lish. Ya'ni biz bu ilingan zaminninki anda oddiy ilinmaydiganligini, qonidan buyildiganligini har bir odam o'zining hayotida amaliy qo'l putni ish qilib turib qanday qilish mushuni bek istayman qarindoshlar. Ba'zi qarindoshlarimizdagi onu bak köp qanda o'ylab tugay debdi. Onu o'ylashmay, nega ko'mamiz, qanda bir taraf qilamiz deb ma'no o'ylasanglar bu biraz urulluq, ama dunyoda tarixda sani har qancha ko'p bo'lib kelsin, tugamagan imperiya yo'q. Bilisizlar, zaminning 3/2 yaqin egallagan Chingiz Xonli muqamog'li hozir bugungi kunda. Men ashta tushunaman xususan endi. Mayli qarindoshlar, bugun darsimiz mushada to'xtasin. Vaqtimiz to'shab qolibdi. Yine asli planimda yana bir ishga o'chbatyapti. Mayli vaqt munosib bo'lmishadi to'xtaylik va axiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.